Gittim ama. Yine gittin. Ne yapalım? Sağ olsun. Ya nene. Bana? Çekesi ben giderim. Ay. Matake, siapa mana barang? Jika kita pada jemaah, siapa mana barang? Ya, there is. Ada. Bazı yukarı çık. Alın yanımıza. Ahval aksın. Sihirden de internete çıkarıp ararız. Yatak yemekte kaç Var.
Servis yaxşımızlar, gelin, Yanda ikinci etaş. İkinci etaş bir değil mi? Lan bundan gidelim. Sen bunu okuyucuyu getireyim bilmeden ısırsana. Ben hemmesin becer ama. Yürü ye Rayhan. Rayhan. Yanda Yine yine. Şurada koymayın. Şurada çıkarın. Yaşla bak. Thank you.
hayatım ben ümidim bir baharım yaşarken bu baharım benim bir baharım benim hiçbir gün sen gelmezsen gel yana ay üstleşim senden gül gibi yağmur muhabbetim Sana sevmişem, üstüne giymişem bir baharım yaşarken sen hayatım, ben ümidim bir baharım yaşarken ben sana sevmişem, üstüne giymişem bir baharım yaşarken sen hayatım, ben ümidim bir baharım yaşarken İslam canına sağlayın. Bakmışsın hemen zürriyeti mikrofonu düşüremem mesela. İşine gelmişem talebimiz sen gelmezsen ay üstleşim senden gül gibi yağmur Yaramışsın babalara sen gelmezsen gel yana ay üstleşim senden
seni götürür. Bildeki yıl şu günde koşa koşa oğlanları kızlarına vakit dileyelim. Jo'rabek, Chamangul, tabriklaymiz, muborak olsun. Qo'shavaqti o'g'lar, baxtli bo'lsinlar, qo'shgani bilan qo'shaversin. Hammaga nasib etsin shunday qo'shavaqti o'g'lar. Tabriklayman yana bir marta. Yenge tabriklayman qo'shavaqti o'g'lar. Xizmatlari buyursin, o'zlarini ko'paysin. Shunday odamlarni o'g'larni aytmada Jo'rabek yenge tabriklayman to'ylar bilan. Baxtli bo'lsinlar, xizmati buyursin. Shulardan muborak bir 5 yil o'tirmoq nasib etsin. Xizmat etgan Maqim o'g'lona rahmat. Aqilbek sana ham rahmat. San'atchilarimizga, bektirgizimizga hammamizga rahmat. Sog' bo'linglar. Hatta tushundim güzel. Yaxshi tushundim. Geleceğin Xudayım baxtlı olsun şu yaşta. Şimdi şu yılda Xudayım yerleşme, geçti hem de yerleşme. Hemen kanalda yakşı gün olsun, oyuncu yine ayırmasın. Ne demek? Var ya gözü doyla. Ahırda rahmet muhayyarına çıktı. Köp sürü dualama geldi. Jo'rabekni tabriklayman. Lan shu shalom vaqt bo'lsa, shalom vaqtini yo'ling, xizmatim yursa. Hammamizga qarindoshlar bor, hammamizga xizmatim yursa. Kamdan shu vaqtni salomatli o'tirib, indiga shu bilan endi shu bilanmiz. Endi tepadagi biladimi? Tepadagi bilan altında eşit kapparını otlamış, nasip etsin ikisine. Xudo qalasa oldu, kızım oldu, tuş nasip etsin. Allah'ım nasip etse şu narsani erişamiz olmasın. Allah'ım nasip etse erişamiz şu narsaga. Ham muammo yaxshi kuningizda biza xizmatda. Avraza inshaalloh. Sog' salomat bo'ling. Tabriklayman Rustamboy, Islomboy. Qarabanglar aka. Tabriklayman ikkinga. Xudo tomonni yeyovlar. O'zingiz keling, galing bilan tabriklayman. So'z berganingiz uchun ham katta rahmat. Keyingi to'ylardan chiroyli bo'ladi. Rahmat. Mehribon xo'jalar, so'mringlar, salomat bo'linglar. Ajoyib tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Yana bir qo'yinglar barchangizga to'ylar muborak bo'lsin. Xo'jalarimizni xonadonlarga nafar kelinlar muborak bo'lsin. Marhamat, tilaklaringizni bildirib qo'ysanglar. Xudoyim shu yosh o'sha qolsin. Umri uzoq bo'lsin Xudoyim. Endi ishingizlar qolsin. Ishga xizmati Jo'rabek bilan Chamangul yurib qo'ying. Yine kuni oyoqni yarashdi. Davlatlar oyoqni cho'qishgan bo'ladi. Rahmat.
tabriklayman. Rustamni tabriklayman. Бракосочетанием. Желаем крепкого здоровья, успеха в жизни, семейного счастья, любви, чистой морской любви желаем. Дай Бог, чтобы эта любовь у них ушла до конца их жизни. Еще желаю, чтобы этот Чемангюль и Джорабек, чтобы всегда они были вместе, чтобы всегда у них семья была полная. И дай Бог им всем внуков нянчить. И всего-всего самого хорошего. И у каждой семьи, чтобы было всегда все хорошо. Rahmat onajoylar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ajoyib tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Xudo xolalarimizga, ya'ni barchasiga to'ylar boraversin. Marhamat. Assalomu alaykum davlat ishchilari. Biz eng quvonchli bo'lgan ekanmiz. Shu quvonchligimning sababchisi shu to'rtala yosh Islombek, Rustambek, o'sha qarg'aysizlar, baxtli bo'laysizlar, ko'nglingiz to'lincha yosh ko'rgaysizlar Xudoy. 2 yildan burun qo'shaloq 5 erkakli xudolar, Xudoning bizga chekini berdi. Shunga yangi yillarimiz qutlu qadam bo'lib kelgan bo'ladi. Baxtlar bilan chalashib kelgan bo'ladi. Baxtli bo'linglar. O'zingning yuraver, o'zingning sayovergi. Mahallaning eng baxtli oilalaridan biri bo'libdi. Hamma havosida bor. Baxtliman, tabriklayman, qo'sha qarg'islar Xudoyim shularning baxtini ko'rgizlar. Tabriklayman. Rahmat aytlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ajoyib tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Yana bir bora barchangizga to'ylar boramiz aytlar. To'y qachon deb so'rashgan, bir oy burun bilishgan. Xizmatlarini ayamay, charchashdan birligida bo'lmay, yelib yugurib xizmat qilgan qo'shnijolarimiz barchangizga to'ylar boramiz. Marhamat. Jo'rabek, Chamangul chiqqan. To'ylar muborak bo'lsin. Shavab kelinglar, xizmatlar buyurg'ing, hamma xizmatda turinglar Xudoyim. Oshaqda yumshoq bo'lib, hammani xizmatida baxtli bo'lsinlar. Sizlar ham baxtli bo'laysizlar. Şir vida kaptı. Hazır yakıpanın prakada bir vida alıp yazsın. Eyletlisiyle hazır yazsın.
etdi. Hammangizga shu to'y muborak deyman. Xolalaring yosh boladay quvonadi. Ammalaring to'ylaringni qizdiradi. Ukalaring ilanishga shaylanadi. Hammangizga shu to'y muborak deyman. Yoshlar baxtli bo'lsin deya ko'p tilaklar tilayman. Kelasi yil 5 to'yda yugurgilab yurgiyman. O'ni bosib, qo'sha qarib, sadoqatli bo'linglar. Ota-onadan duo olib, xizmatini qilinglar. Hammangizga shu to'y muborak deyman. Baxtli bo'lsinlar, Chamengam bilan Jo'rabekam xizmat bersin. Baxtli bo'lsin, Chamenga Jo'rabekka xizmat buyursin shu kelinlar. Ey rahmat azizalar, so'g'rilar, salomat bo'linglar, ajoyib tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Yana bir bora barchangizga to'ylar muborak bo'lsin deya. To'yxonamiz to'rida, ammalarning zo'rida. Amma keldi, hamma keldi deganlardek, ammajonlarga ham to'ylari muborak bo'lsin, marhamat. Jiyanlar uchun tilaklaringizni bildirib qo'ysanglar, marhamat. Jo'rabek bilan Chamangimning xonadonida bazm, to'y, shodiyalar hammasi. Buni sababchisi to'rttala yosh. To'ylar muborak bo'lsin. Jo'rabek, Chamangim. 4 ta yosh Xudoim baxtli, saodatli bo'lsin. O'zlaridan ko'paysin. Yuragim 5 kap kelish nasib etsin. Xudolari. Jo'rabekka Chamangga to'ylar muborak bo'lsin. Shu yoshlar baxtli bo'lsin, xizmatlari bersin. Ammo shunday yaxshi kunlaringizda o'ynab kelib yurgingiz Xudoyim. Islamjon, baxtli bo'linglar, qo'sha qaringlar. Ammo shunday yaxshi kun bo'lg'ay. Jo'rabekka, Chamangga avvalambor to'ylar muborak bo'lsin. Xudoyim hamma oftobdan yaxshi kuningizda buyurg'ay, to'ylarga buyurg'ay. Islombek, Rustambek, shu ikki gelin emas, qizlarimiz o'zlarimizni baxtli bo'linglar. Jannat ahlida birga yurmak nasib etdi Xudoyim sizlarga. Hammangizga to'ylar muborak bo'lsin. Hammaning uyida shunday yaxshi kun bo'lsin. Hammaga xizmatlaringiz Xudoyim bizlarga ham yaxshi kunlaringizdan qaytaramiz. Shu risolat singlimni bugun tug'ilgan kun ekan, uzoq bo'lsin. Xudoyim shu Boburbek bilan Xudoyimni bergan yoshni yashab 100 yoshdan ham boshib yurgaysan Xudoyim. Bolalaringning rohatini ko'rgaysan, shu qizimam yaxshi yillarga uzoqib, yaxshi o'qimishli qiz, orzungdek qiz bo'lib yetishib Xudoyim nasib etdi. Shu yillarga hammamizni birgalikda yetirgay. To'ylar muborak bo'lsin, yana Jo'rabekka xizmati buyursin hammaga. Çökmece geliyor, çökmece. İnşallah gelinler muborak bo'lsin. Xudoyim shu 4 yosh baxtli bo'lsin. Buni bilsinlar, o'zlaridan ko'paysinlar, baxtli bo'lsinlar. Indiki shu yillar bundan ham burunlab Xudoyim 5 qo'llarni ham shunday kelib o'ynab kulib o'tirg'aymiz Xudoyim. Ne bizga tizimlamakdandek, hem o'zinim, hem singlim. Doğduğun günü bugün yine Jo'rabek kelib katta to'yxonada qo'shib beryapti doğduğun gününe tantana. Xudoyim baxtli bo'lsin. Shu Boburbek hem kuyovim. Xudoyim 100 yoshlarga yo'ldosh birgaysizlar. Baxtli bo'lsinlar, qo'sha qarasınlar. Shu mama qizim ma'muriyatini ko'rsinlar. Niyatlar bo'lsa yetsinlar. Rustambek, Islombek tebriklayman, baxtli bo'linglar. Rossiyada yurgan og'lan ham tebriklayman, baxt tilayman. Xudoyim qo'sha qaringlar. Xizmatlaringiz buyurg'ay. Hammamizni baxtli bo'lsin. Ey rahmat amajonlar, so'g'rilar, salomat bo'linglar, ajoyib tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Yana bir bor aytsarim, barchangizga to'ylar muborak bo'lsin. To'yxonamizning malikasi, Risolat opamizni tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz bir qatorda ko'ring, ota-onalaringiz baxtiga
Xo'jayingiz vaqtlarga, Bobur akamiz vaqtlarga sog' salomat bo'ling. Yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin, marhamat. Jiyanlaringiz cho'q, tilaklaringizni bildirib qo'ysanglar. Shunday yaxshi kunlaringizni yana o'tkazishlaysiz. Tabriklayman, Islom Rustam, baxtli Rahmat Rasululloh Paso, bo'ling, salomat bo'ling, ajoyib tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Yana bir bora Bobur akamizga to'ylar muborak bo'lsin. Yana tilaklar bor ekan, aytishga marhamat. Ichida qolib ketgan gaplar bor ekan, marhamat. Yana bir so'zlashga qaror qilibman. Yana xatoliklar yo'l bo'ldi. Bu ham biyim. Bana kamerani qaratib bersangizlar. Bunda bu ham og'am, ham bojam bu meni. Endi ko'psi bilmasligi mumkin bu narsani. Yana hozir oshkor etdik bu narsani. Bu ham og'am, ham bojam. Yana bu ham aka, ham biyim. Endi bana qo'shdik dedi, qo'shilmaydi bu narsa. Doğulan gün erteng Umman'da Urgenç'e barsanızlar Umman'da size teklif ederiz. Barasın, barmasanız kabul olma. Lakin 4 kilo toya köp gelemem mi? 3 ya 4. merte görüşeceğimiz bize. Barasınız öyle. Erteng Umman'da kadar kalırsa saat 7'de gideriz. Saatini hava ettim. Nömür gerek miydi? O şey Zaminitimli adammış o. O bildi o. Benim zaminitimligimni bildi şu. Ya adam edi. İnin kalan. Bir narsa. Bu eng ulu kaymagan. Eng. Ana shuni andoza aytaman, ertaga barsan ichki oladi. Barsan ichki oladi. Navtizasiz. Ya navtizasiz. He? Ana sen şöyle tamam indi karam. Ben ne zaman dizim oturmayayım ben. Kolay gelsin ben inşallah. Rüstem. Rüstem. Gel. Vakti olma. Tebriklemeyin abim. Şöyle bir gel. Gelin gelme oradan. Sen benim yanımda mı bana? Yere gitti. Uçtum ya. Uçtum. Tebrikleme. Videoda görerdim olmasa yana bir merte tebrikleyelim ben. Daim niyetiniz olsa erişkiysiz, şu gelinlerin hizmetini görgüysiz, ama yaxshi gün bo'lsa uyingizda. To'y tomoshadan boshlaysiz chiqmasin. Ham og'am, ham bojam. Ham erkak, ham biyim. Eng zalatoy biyim. Men meni yonimda men hamma o'qiyotganman. Eng zalatoyi, eng zo'r ana shu. Ya Zalatoy bilan mujik boshqa. Bu o'zlarimiz argitimo u. Mujik demo boshqa u. Qarang endi, bu aqtiqli odamdanmi? Dursaga. Alam ro'mol tushmagan bundan. Alam ro'mol tushmagan. Endi banan ham tushmaydi. Xudo xolasa tushadi o yerni o'tib ketgan o'zi. Rahmat so'z berganlar uchun. Yana bir marta tabriklayman ukalar. Sog' salomat bo'linglar. Iloyim Aşı 9 ay 9 günde 5 tane para oturuş nasip etsin bize. Bize renk kesinler. Bize renk kesinler. Bize renk kesinler. Kudalar tarafına. Şimdi 1, 2, 3 kuda bo'lardi. Tamam endi. Bir-birini qaratgan vaqtida 3 kuda bo'ladi. Lekin bizlarga qaragan vaqtida 2 kuda bo'ladi ekan bunlar. Ha, o'zi 3 kuda, bizlarga qaratganda 2 kuda. Rahmat. Ertaga ziyat qila qolsa 7'de kitaman. Dunyoda şu men dunyoda eshitibman. Kitaman. Lekin men 30 yil o'tirmayman. Kan rasxodni ko'taradi bo'lmasa. Topamanmi? To'ya boshqa bir yersa yerdan boradi, endi qarab turing. Adet boradi.
150%'dan o şey sezdim. Niye böyle geldi? Ya bu aldıydık ha. Arayamını açıp oturmayın. Rahmat barakatson bilan salomat bo'ling, ajoyib tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Yana bir bora qo'shilib to'ylarim bor bo'lsinlar. Dardni dard deb bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam. Farzandlarim iqbol uchun mehnat qilib tinmagan otam Jo'rabek aka to'ylari bor bo'lsin, farzand kamoli bor bo'lsin. Marhamat, farzandlaringiz uchun tilaklaringizni bildirib qo'ysanglar, yana bir bora to'ylarim bor bo'lsin. Marhamat. Sabahleyin mahalleyle işte ciğerler, borcalar, neyse ki arkadaşlar tamam var. Zaman yaxshi günlerimizde hizmet ettik. Mart olmasın. Bizim bu Mustafa başkanımızla Mustafa yapmasın. Toylarda görüşün. Başka olsun. Rahmat Jo'rabek aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling, ajoyib tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Yana bir bora barchangizga to'ylarim bor bo'lsinlar. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onalarimizning ta'rifi-yu mehri boshqacha. Kirsa ham hattoki 90-100 yoshgacha. Onajonlarimiz bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab. Tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab, onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ota-onamiz bor hayotda yashash boshqacha. Ilohim baxtimizga ota-onalarimiz sog' va salomat bo'lsin. Tamagilapa to'ylar bor bo'lsin, farzand kamoli bor bo'lsin, avlodlar xonadoningizga kelin emas qizim bor bo'lsin, yana bir bora qo'shaloq to'ylar bor bo'lsin. Marhamat, farzandlaringiz uchun tilaklaringizni bildirib qo'ysanglar. Git. Buraya bak. Allah'ıma baxt dilerim. Həmişə baxtlı olsun, xoşqanla xoşa qarısın. Belli olsun. Xudayım şu toyda hizmet etdiyenim əziz balamıza, diktir qızımıza, qonşuna, hizmet etdiyen həmməsinə rəhmət. Xudayım, mənə şundan toylarında hizmet etmiş nəsib etsin. Xudayım, indiki yıllar günlərə bir süvəm etmiş nəsib etsin. Həmməyinizə rəhmət. Rahmat Jo'rabek sog' bo'ling, salomat bo'ling, Islombek Nurustonbekni xolajonlari Gululolajonlarga ham to'ylar bor bo'lsin. Marhamat, jiyanlar uchun tilaklaringizni bildirib qo'ysanglar. Marhamat, kelinglar. Baxtlı bunlar, qoşa qarılar, qoşqanlarımızda. Eylədinə, xizmətləriniz verir, həmməyə baxtlı olun, gəlib, ən baxtlı ailələrimiz. Qarısınlar, xizmətləri verirsin. Rəbbi gülü bir gəzdir. Apam biləkəmlər, xoşa olmasın. Vatanınızı, apanızına xoşa olmasın. Kaptan çıkarlar. Şimdi 3 yıldan yerine 5 kilolardan mutlu nesibim ediyor. Salih farzandları olur. Kuvanı bir gelir. Rahmat xolajonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ajoyib tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Yana bir bora Sultonovlar sulolasiga to'ylar bor bo'lsinlar. Yalla to'ylarga Allohim nasib qilgan ekan, ilohim alla to'ylarga ham Allohim yetkazsin. Gulxoya Jo'rabek qaynonang Chamangilapaga kelin emas qiz bo'lgan. Islombek Rustonbek vafolar bir yor bo'lgan. Borayotgan xonadoningga ilohim baxtli bo'lgin, baxting o'ziga o'xshagan go'zal bo'lsin. O'g'il hamda qizchalaring ko'p bo'lsin. Keyinda kamchiliklar yo'q bo'lsin.
Hayoting bu ko'nglingdek to'q bo'lsin. Oq libosda bo'sh niyatli qizaloq Isombek, Gulhayoxon Mustabek Dilrabahon, sizlarga baxtli muvaffaqli bo'linglar. Allohim solih va soliha farzandlardan, ato-o'zi marhamat chiroyli ko'koshlar sadasi ostida gul dastalaringizni topshirib qo'yishlar mumkin. Ayzlarga yana bir bora Sulton Muxtar sulolasiga to'ylar muborak. Rahmat, assalomu Jo'raboka, endi o'shalarsiz farzandlaringizni ko'nglida yaxshi niyat bor ekan, shuni qo'shqatib aytib beramiz sizlar. Davom ettiramiz. Thank you.
olmuş? Ne olmuş? Sorunlarınızı sonra paylaşın. Mevzucu